Nurjahon Media taqdim etadi. Dale Carnegie. Inson ongiga eng to'g'ri yo'l. Hamsuhbatingiz fikriga qo'shilmay g'azablangan holda bir ikkita achchiq so'zlarni aytib, o'zini xotirjam qilsangiz, hamsuhbatingiz nima qilar ekan? Siz agar shunday jangovar munosabatda bo'lsangiz, u siz bilan osonroq kelisharmidi? Agar siz mening huzurimga musht tugib kelsangiz, o'ylaymanki, mening mushlarim ham siznikiday tugiladi. Lekin siz kelib, keling, bafurja o'tirib qarashlarimizdagi farqlar nimadan iborat ekan desangiz, birgalikda biz bir-birimizdan uncha uzoq emasligimiz, bir xil fikrlarimiz, turlicha fikrlarimizdan ancha ko'pligini aniqlab olamiz. Agarda bizda sabr, toqat va istak xohish bo'lsa, biz albatta kelishib bir qarorga kela olamiz, degan Woodrow Wilson. Daniel Webster o'z davrining eng zo'r advokatlaridan edi. Uning eng zo'r himoyaviy dalillari ham do'stona ruhda edi. Bu narsa hay'at diqqatini tortsa kerak. Bu haqda o'ylab ko'ringlar, jentlmenlar. O'ylab ko'ringlar, jentlmenlar. Bu narsaning mohiyatini albatta tushungan bo'lsalaring kerak kabi so'zlarni ko'p ishlatardi. Bu holatda do'stona yondashuv yordam beradimi? Buni injener Straub misolida ko'ramiz. Straub kvartira haqqini pasaytirishni xohlar edi, lekin kvartira egasi qo'rs va gap uqmas kishi edi. Boshqa ijarachilar u bilan shu haqda gaplashib ko'rishgan edi. Shunda u kvartira egasiga ijara muddati tugaganini va u ko'chib chiqmoqchi ekanini yozadi. Xatni olgan xo'jayin o'zining sekretari bilan hozir bo'ldi. Men uni eshik oldida do'stona olqishlab kutib oldim. Men uni ko'rganimda boshim osmonga yetgan edi. Men unga kvartira qimmat ekanini emas, balki uning uyi menga yoqishini aytib suhbat boshladim. Chin dildan uyni maqtab, uning uyida yana bir yil yashash istagi borligini, lekin bunga moddiy imkoniyatlarni yo'l qo'ymayotganini aytdim. U mening bu xil muomalamdan o'zini yo'qotib qo'ydi. So'ng o'zining qiyinchiliklaridan, ijarachilardan noliy boshladi. Sizdek qoniqqan ijarachi bo'lganidan xursandman, dedi u va menga biroz kvartira haqqini kamaytirishni aytdi. Uning summasi hali ham men uchun ko'plik qilardi. Shu sabab men o'zimga ma'qul narxni aytdim. U esa bir og'iz gapirmay unga ko'nib qo'ya qoldi. Men ham boshqalar tutgan yo'ldan borsam, meni ham mag'lubiyat kutardi. Bunda esa muloyim, do'stona, chin dildan qilingan muomala g'alaba qozondi. Hali maktabga qatnab yurgan chog'larimda quyosh va shamol to'g'risida bir masal o'qigan edim. Quyosh bilan shamol kim kuchli deb bahslashibdi. Shunda shamol, men kuchli ekanligimni isbotlab beraman. Ana o plash kiygan cholni ko'ryapsanmi? Men uni senga nisbatan plashini tezroq yechishga majbur qilaman. Quyosh bulut ortiga yashirinibdi. Shamol esa kuchayib, qorayib, dovulga aylanibdi. Lekin u kuchaygan sari chol plashiga ko'proq uralardi. Oxiri shamol charchadi va to'xtadi. Shunda bulut ortidan chiqqan cholga chiroyli jilmayib nur sochibdi. Shunda chol plashni yechib tashlabdi. Quyosh esa shamolga muloyimlik va do'stlik har vaqt g'azab va kuchdan ustun turadi, degan ekan. Xullas, odamlarni o'z nuqtai nazaringizga burib olishning yana bir qoidasi: har vaqt do'stona munosabatda bo'lishga harakat qiling. Qolaversa, yana bir maslahat: suhbat boshlashdan oldin hamsuhbatingiz bilan turlicha fikrda bo'lmang. U qiziqayotgan sizga ma'qul narsalar haqida gapiringki, u sizning gapingizni yo'q deb emas, balki ha deb qo'llab tursin. Professor Overstreet shunday deydi: kishining yo'q javobi o'tish juda qiyin bo'lgan to'siqdir. Agar u yo'q degan bo'lsa, oxirgacha shuni ta'kidlab turish kerak. Chunki bu narsaning aksi uning g'ururiga tegadi.
Bu odam yo'q deb aytgan narsasi to'g'ri bo'lib chiqib, fikri xatoligini sezib tursa-da, g'urur uning pozitsiyasini o'zgartirishga imkon bermaydi. Shuning uchun suhbat boshidayoq ham suhbatning ko'nishi va quvvatlashi katta ahamiyatga ega. Yaxshi ham suhbat odam sherigidan boshidayoq bir necha xani eshitishga erisha oladi. Bu narsa esa suhbatning keyingi boshiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu bilyard sharining harakatiga o'xshaydi. Sharni biron tarafga yo'naltirish uchun harakat talab qilinadi. Lekin uni harakatini qarama-qarshi tomonga o'zgartirish uchun yanada ko'proq harakat zarur bo'ladi. Talabani, mijozni, do'stingiz, rafiqangizni yo'q deb aytishga majbur qiling. So'ngra bu imkonni tasdiqlashga aylantirish uchun sizga farishtalarcha qobiliyat va sabr zarur bo'ladi. Nyu-York banklaridan birida kassir bo'lib ishlovchi James Eberson shunday aytib berdi. Bir odam bizning bankimizdan hisob shotini olmoqchi bo'ldi. Men unga bizning blankalarimizni berdim. U esa ba'zi savollarga javob berdi, ba'zilarga javob berishdan bosh tortdi. Bu mening kursga qatnashimdan oldin bo'lganida, men unga aks holda shot ochishning iloji yo'qligini aytib, u bilan xayrlashgan va o'z ustunligimni ko'rsatganim bilan faxrlanib qo'yar edim. Lekin men unga bank nima xohlashini emas, unga foydasi tegadigan gaplar xususida gapirmoqchi bo'ldim. Avvalo u bosh tortayotgan savolga javob berish hech ham zarur emasligini aytdim. Lekin dedim men, biror baxtsiz tasodif tufayli vafot etib qolsangiz, sizning pullaringizni biron bir qarindoshlaringiz nomiga o'tkazishni xohlaysizmi? Ha, albatta, dedi u. Shunga haqqi bor qarindoshingizning adresi va nomini aytsangiz, yuqoridagi operatsiya tez va xatosiz bajariladi. Bunga qarshi emassiz deb o'ylayman. Ha, albatta, qarshi emasman, dedi u. Shu yo'l bilan men davom ettirib o'zimga zarur barcha ma'lumotni bilib oldim. U esa mening muomalam ta'sirida o'zining birlamchi pozitsiyasini butunlay unutgan edi. Suqrot insoniyat oxirida nur sochgan donolik yulduzlaridan biri edi. U Afina bo'ylab yalangoyoq kezishni yoqtirar, 40 yoshda tepakalli bo'lgan bu odam 19 yoshli bir qizga uylangan. U odamzod fikrlash yo'nalishini tubdan o'zgartirib yubordi. Uni hozir oradan 2020 yil o'tgach ham insoniyatning eng dono daholari qatoriga qo'shadilar. U ham suhbatiga faqat u rozi bo'ladigan savol berar, ketma-ket aytiladigan ha javoblarni to'plab borardi. U shu ham suhbati avvalgi pozitsiyasiga qarshi borganini, uning savollari orqasidan qanday qarorga kelganini sezguncha savol berardi. Yerni muloyim bosgan odam uzoqqa boradi. Xitoy maqoli. Xullas, odamlarni o'z nuqtai nazaringizga burib olishning navbatdagi qoidasi ham suhbatingizni suhbat boshidan boshlab ha deyishga majbur qiladigan holda suhbatni olib boring. Bu albatta samara beradi. Matnni Baxtiyor Mo'minov o'qidi. Nurjahon Media taqdim etadi. Dale Carnegie